sayohatchilar yo'q. Agar bo'lganda bir oyga kamida $1000 bo'lardi. Shunaqa nima deydi? Urovendagi bog'cha sizga 100% bepul xizmat ko'rsatadi. Ertalab 9 da ochiladi, kechqurungi 12 gacha. Masalan, bolangizga teatr qiziq emas, bolani bog'chaga topshirasiz, o'zingiz maza qilib teatrda dam olasiz. Shaharga chiqmoqchisiz, aylangan ekskursiyaga, tarixiy obidalar, bozordan nimadir xarid qilmoqchisiz, bu ham bolaga qiziq emas, bolangizni bog'chaga topshirasiz, o'zingiz maza qilib dam olasiz. Ya'ni layner sayohati har bitta yoshdagi inson uchun mos keladi. Yosh bolalarga ham, o'rta yoshlilarga ham, yosh kattalarga ham, hamma yoshdagi inson o'ziga mos programmani topa oladi. Kimda savollar bor? Aynan layner bu savollaringizga bron paytida bron qilishingizni qilishingiz kerak. Bilib olishingiz kerak. Ularni shekar masalalari bo'ladi. Nima? Shengen olish qimmat ekanda. Endi Shengen olish qimmat emas, opa. Shengen olish mana Shengenda sizga deylik Gretsiyadan olsangiz Gretsiya pasoli, Italiyadan olsangiz Italiya pasoli, Fransiyadan olsangiz Fransiyani posolstvasi beradi. Va har bitta posolstvani o'zini belgilangan to'lovi bor. Masalan, Gretsiya qimmatroq. Gretsiyada adashmasam biz $200 dan oshiqroq to'laganmiz. Bundan 1.20-2 yil oldin. Lekin Fransiyaniki $104 to'ladik mana. Yaqinda borib keldim Fransiya yo'nalishiga. 10 yillik yubileyni Persimskiy zaliv yo'nalishi bo'ylab nishonlaydi va kompaniya 1000 ta kayutani aksiya sifatida sovg'aga qo'yilgan edi. Bundan 400 ta kayuta aynan Persimskiy zaliv yo'nalishi bo'ylab qo'yilgan. Ya'ni biz boya videoda ko'rgan kemamizda xudo xolasa 10-yanvardan 17-yanvargacha dam olamiz. O'sha g'oliblar safida men ham borman, tabriklasangiz bo'ladi. Komandamdan 23 ta kayuta yetilgan. 23 ta kayuta degani bitta kayuta 2 kishilik bo'ladi. Masalan, men yonimda xohlagan insonni mehmon sifatida olib ketaman va biz 46 kishi mutlaqo bepulga sayohat qilamiz shu kemada. Kompaniyani sovg'asi bron qilishingiz mumkin. Hamda oyma-oy nakopительный jamg'argan bonus ballaringizdan foydalanib 50% gacha miqdorini naqd to'lab 50% ballaringizdan foydalangan holda bemalol bronlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Hech kim sizdan yaxshiroq sayohat qilmaydi. Nega? Sababi yuqorida rasmda ko'rib turibsiz, kruiz shartnoma asosida ishlab kelmoqda. Kruizdan tashqari faqat kemada yuramizmi deydigan insonlar uchun kruizdan tashqari bizda platforma bor, Insider Pricing. Instays platformasi orqali siz gostinitsalarni ham urib olasiz. Ya'ni quruqlikdagi sayohatni ham bemalol plan qilsangiz bo'ladi. Bazamizda mana ko'rib turibsiz, kruizdan tushganingizdan keyin 2-3 kun Dubayda gostinitsada qolib, Dubay shahrini yanada ko'proq aylanib ko'rib kelish imkoniyatiga bo'lasiz. Va bazamizda kruizlar, mehmonxonalardan tashqari bizda ro'yxatdan o'tish referalniy ссылка orqali bo'ladi. Ya'ni bu referalniy proyekt hisoblanadi. Siz o'zingizdan o'zingiz kelib bu klubga qo'shila olasiz. Bu sayohatchilar klubiga albatta kimningdir referalniy ссылкасы orqali, ya'ni bugungi taqdimotga sizni kim taklif qilgan bo'lsa, o'sha insonni taklif havolasi orqali, taklif ссылкасы orqali ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan o'tish mutlaqo bepul. Ro'yxatdan o'tish jarayonida sizdan qanaqadir a'zolik badali talab qilinmaydi. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng sizga kompaniya tomonidan sayohat shutingizga $50 sovg'a sifatida prosta beradi kompaniya. Buni siz sayohat bronida foydalana oladigan pul. Prosta tak yozilgan qog'ozdagi pul emas, sayohat uchun sizga $50 sovg'a sifatida beriladi. Va sizga 3 xil tarif taklif qilinadi. Starter tarifi, klassik tarifi hamda premium tarifi. Demak, starter tarifi bosh to'lov $50 dan, oyma-oy ham $50 dan pullaringizni jamg'arasiz. Har oyda $50 dan jamg'arganimizda biz bir yilda $600 pul yig'amiz. Bir martalik sovg'a bilan hisobimizda 650 sayohat puli bo'ladi va bu bir o'zingizga ham deyarli yetmaydigan summa bir yilda. Ya'ni agar siz bir o'zingiz 2 yilda bir, masalan, oilaviy sayohat qilaman desangiz, 3-4 yilda bir chiqaman desangiz, starter tarifi sizga mos. Xo'p, keyingi tarifimiz klassik paketi. Klassik paketimiz boshiga $200 to'lov qilasiz. $200 ga kompaniya 100 bonus ball qo'shib beradi va 300 ga ko'payib siz shotingizga tushadi. Hamda $50 sovg'a bilan sizda 350 sayohat puliga ega bo'lasiz. Ya'ni starterda bugun 50 to'lasangiz, bugun puli
va har oy 100 dan jamg'arganimizda 200 bo'lib ko'payib yig'ilganda biz bir yilda 1200 jamg'aramiz, kompaniya 1200 qo'shib beradi va 2400 sayohat puliga ega bo'lamiz. Mana bu sayohat puli bilan siz bir yilda bir marta oilaviy sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biron vaqtida ballaringizdan 50% foydalanasiz, 50% naqd to'laysiz. Ya'ni bu nima degani? Bu degani kayuta narxidan 50% bor pulingizdan emas. Ya'ni deylik, oilaviy sayohatga chiqmoqchisiz, 4 kishilik balkonli kayuta bron qilyapsiz. Kayuta narxi $5000 ga to'g'ri keldi. Bir yil davomida yig'ilgan 2500 bonus ballingizdan foydalanasiz va 2500 naqd to'lab 4 kishilik balkon kayutani bemalol oilangiz uchun bron qila olasiz. Va bir yil yiqqan pulingiz aslida $1200. Kompaniya uni sizga qo'shib beryapti. Shuni hisobiga sizga yana 25% skidka hisoblanadi. Endi premium tarif rejasi ko'p sayohat qilaman, tez sayohat qilaman deydigan insonlar uchun boshiga $500 to'lab, kompaniya 500 ga 250 bonus ball qo'shib beradi va boshidagi 50 sovg'a bilan sizda jami 800 sayohat puliga ega bo'lasiz. Premium tarifida oyma-oy yig'iladigan jamg'armamiz $250 dan har oy $250 jamg'arasiz, kompaniya 250 qo'shib beradi va bir yilda siz 3000 pul jamg'arasiz, 3000 6000 ga ko'paygan holda yig'iladi. Endi bu tarif rejasida siz oilangiz bilan yiliga 2 marta, 3 marta, 4 martagacha bron qila olasiz dostoyniy pulingizga. Tanlagan kayutangiz kategoriyasiga qarab. Masalan, bunda ham suyut kayuta, lyuks kayuta bron qilaman, zo'riga boraman desangiz, bu bir yilda bir martaga to'g'ri kelishi mumkin. Misol uchun ichki kayuta arzonroq bo'lsin desangiz, yiliga 3-4 martalab sayohat qila olasiz. Ya'ni hammani o'zini xohishi. Kompaniya sizga takliflarni beradi. Qaysi taklif sizga ma'qul kelgan bo'lsa, shu taklifdan foydalanib, sayohat imkoniyatidan foydalanib, sayohatchi bo'lib, ichki narxlarda sayohat qila olasiz. Endi nega oyma-oy pul yig'ib sayohat qilishimiz kerak? Buni birinchi plyusi, siz ichki narxda olasiz. Ya'ni ichki narx degan o'zi qanaqa? Videoda ko'rdik, sayohat haqida ko'p gapirdik. O'zi aslida liner sayohati bu eng vishi urovendagi sayohat bo'lib hisoblanadi va bir kishiga kamida bir hafta 10 kunlik sayohatlar narxi haqiqiy narxi $5000 dan sotilgan. Cruise kompaniyasi ochilmasdan faqatgina milliarderlar dam olgan. Sizga bizga o'xshagan insonlar chiqolmagan. Nimaga? Juda qimmat bo'lgan, qimmat sotilgan. Mana shunaqa putyovka sizga ichki narxda sotiladi. Bu boshlanadi $500 dan o'rtacha $1000-$1500 gacha bo'lgan narxlarda siz bron qila olasiz. Ya'ni o'zimni 4 yillik tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. $250 ga bron qilganmiz, $380 ga ham, 500 ga ham, 600 ga ham, o'rtacha 1000 gacha 8 kunlik kruzlarda biz shu 4 yillik tajribam davomida bron qilganmiz. Ya'ni siz deylik $500 deb oladigan bo'lsangiz ham $500 kemani sharoitida bunaqa ligotada dam olish menimcha bu vashi zo'r narx.